Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Bugun sizlar bilan YouTube kanalini qanday qilib to'g'ri ochishni o'rganamiz. Videomiz boshlanmasdan oldin do'stlar, videomizga like va kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Qani ketdik. Keling do'stlar, oldin YouTube kanalimizning nomini o'ylab olamiz. Masalan, biz futbol haqida videolar qo'yamiz. Shuning uchun biz Futbol Edits deb qo'yamiz futbol kanalimizning. Do'stlar, bizga kerak bo'ladi YouTube. Mana YouTube'ga kirib oldik. Smart account degan joyga bosamiz. Bu yerda sizning kanallaringiz va tepadagi plus tugmasini bosamiz. Mana tekshirilmoqda deyapti. Do'stlar, buni aslo qo'rqmaymiz. Bu bizga yaxshi narsa. Hisobot degan joyga bosamiz va shaxsiy foydalanishim uchun deb bosamiz va ism Yusuf qo'yamiz. Meni ismi Yusuf do'stlar, obunachilar. Buni albatta bilib oling. Sizga kerak bo'lishi mumkin do'stlar. Mirzayev familiyam va keyingisiga o'tamiz. Keyingisini bosamiz va yilingizni 18 yoshdan kichik bo'lmasligi kerak. Bo'lmasa ma'lum bir jiddiy nima desam bo'ladi, o'sha jiddiy narsalarga duch kelishingiz mumkin. 2007 18-yil fevral qildim, 22-kun 20-kun qildim. Keyin jins kerak, ayol yoki erkak. Erkak bo'lsangiz erkakni qilasiz. Bu yerda qaysi jilmayni tanlaysan deyapti. Biz mana shu jilmayl. Bu yerda parol qo'yamiz do'stlar. Mana parolimiz. Ko'rsatmayman do'stlar sizlarga. Hop, mana shu yo'q, bu parol kichkina deyapti. Uzunroq parol qo'y deyapti. Uzunroq parol qo'yamiz. Albatta screenshot qilib oling do'stlar. Bu sizlarga kerak bo'ladi. Kanalingizni sotish yoki boshqa narsalar qilish uchun kerak bo'ladi do'stlar, sizlar uchun. Mana Mirzayev Yusuf, raqamlar ham qo'sh deyapti. 2000 qo'yamiz, 2007 qo'yamiz do'stlar. Aslida 2007-yil emasman men do'stlar. Mana keyingisi, mana shu sening kanaling deyapti. Bu yerda rozimisan mana shu narsalarga deyapti. Rozimanni bosasizlar do'stlar. Hop. Bu yerdan bo'lmoqda. Google xizmatlari. Hop. Do'stlar, kommentariyga yozib keting. Videomiz yoqdimi, yoqmadimi? Yoqqanmisa, shunday like ham bosib qo'yinglar do'stlar. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying do'stlar. Mana YouTube'ga kirdi. Qani YouTube kanalimiz deyishingiz mumkin. Smart account bosamiz. Smart accountdan o'zi akkauntlar chiqib keladi. Smart account eng pastda sizning ochgan kanalingiz. Mana bizning kanalimiz Yusuf Mirzayev bo'ldi. Endi V degan joyga bosamiz. Sozdet kanaliga bosamiz. Sozdet kanaldan Futbol Edits qo'ymoqchi edik do'stlar, bilsalaring. Futbol Edits. Shu yaxshi. Endi bizga profilimiz, kanalimiz uchun galeriyadan rasmlar qo'yishimiz mumkin. Mana masalan men tanlayapman. Mana shuni menga o'xshab tanlab qo'yishlaring mumkin do'stlar. Neymarning rasmini qo'ydim men. Mana do'stlar, videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying do'stim va videoga like bosib qo'ying. Mana kanal chiqdi. Mana bu yerda